Siz islom olamida birinchi bo'lib yozilgan falsafiy roman haqida eshitganmisiz? Bu asar 12-asrda andalusiyalik alloma Ibn Tufayl tomonidan yozilgan Hay ibn Yaqzon asaridir. Asar voqealari Hayning ota-onasi go'daklik chog'ida tashlab ketilgandan so'ng kimsasiz orolga borib qolganidan boshlanadi. Hayvonlar orasida yolg'iz o'zi katta bo'lgan Hay keyinchalik atrofni kuzatib, yaratuvchini izlashni boshlaydi. U hech qanday murabbiysiz, kitoblarsiz o'zi tafakkur qilib, borliq sirlarini o'zi topishga harakat qiladi. Asar haqida yana bir qiziq ma'lumotlardan biri, u G'arbda eng birinchilardan bo'lib tarjima qilingan islomiy falsafiy romanlardan biri hisoblanadi. Asar 1671-yilda lotin tiliga tarjima qilingandan so'ng Descartes, Spinoza, Locke'lar ham bu asarni o'qib o'zlarining fikrlarini aytib o'tishgan. Inson kamolotga yolg'izlikda qanday erishish haqida sizga qiziq bo'lsa, unda tez kunda Kitobdor nashrida Hay ibn Yaqzon asarini xarid qilishingiz mumkin.